bir umrlik xarakterini buzib yuboradigan bola chiqadi. Bu meni navaram. Bolalarimni top-toza qilib, perfeksionist qilib katta qilganman, lekin navaramga tishim o'tmadi. Yoshligimda mahallada bolalar kir bo'lib yurishdi, shunaqa g'ashim kelardi. Hozir mana o'zimning navaram butun kiyimini kir qilib kiradi. Baraka topkur Clean Home Design menga mana shunaqa obuv очистительlarni yuborganlar. Mana obuvni oppoq qilib beradi podoshkalarini. Masalan, zo'r loyiha ko'rsataman. Именно mana shu krossovkani oqartiradigan narsa maykalarda, oq kiyimlarda mana bunaqa sarg'ayib qoladi-yu, mana shu sepsiyalar oppoq qilib oqartirib beradi. Rakvinalarga har xil sredstvalar ishlab bo'lmaydi. Men sizlarga именно shu sredstvani Clean Home'dan tavsiya beraman, chunki bu hech qanaqa rangini oqartirib, o'zgartirib olmaydi. Har xil rangli rakvinalarga mo'ljallangan. Hozirgi chang havoda uylarni tozalasak, bir hafta tozalamaganga o'xshaymiz. O'shaning uchun mana bunaqa televizorlarni ekranini mana bunaqa sredstva bilan artaman, chang o'tirmaydi. Haqiqiy taxta mebelini yaxshi saqlab qolish uchun mana shunaqa uhud kerak mebelga. Men buni bittalab mana shunaqa sredstvalar bilan artib chiqaman. Bu sredstva mana shunaqa matoviy taxtali mebel uchun juda ham zo'r va oson artishi. Mana sepib qo'yganim, ko'ryapsizlar. Mana buni qaranglar, oppoq bo'lganini videoni yaqinlaringizga tashlab saqlanib qo'yinglar. Eng toza sifatli sredstvalarni Clean Home'dan olaman. Bundan keyin sredstvalar bilan layfhack qo'yishimni xohlasanglar, kommentariyalarga yozinglar.